Bizi joylarimiz turgan. İşlisizlar-mi? Olmani? To'g'ri, cho'chaptimi? Ko'pchilik ishlamadi deb o'ylar ekan, qo'chib oldinglar. Nima deysiz fikrga? Yo'q, ikkinchi filial ochilgani bilan birinchi filial o'chib, Aha. mijozlarga xizmat ko'rsatishni davom etibdi. Shunga davom mehmonlarga karakchoy, indirchoy, mana endi karkada ham o'sha bor, kelib sabr choy bilan birga simit bor. Karaktam to'qiyincha o'zgarmadinglarmi? Bo'ldi. Bismillah. O'sha aytganimdek-a, hammasi joyida. Bo'ldi. Atmosfera yaxshi. Yaxshi. Ayni mana. Shior nima edi? Mijoz doimiy haq, o'zini vibrida, o'zini xohishida. Asoga hisob-kitoblar ham ishlashdikana? Xabar olaman. Assalomu alaykum. Sog'ingiz bo'lmsiz? Mazangiz yaxshimi? Qachon? Kechmisiz? Bo'ldi. Kechmisiz aka? Ishlab turibsizlarmi? Ko'pchilik bilmas aka. Nechagacha ishlaysizlar? 12:30gacha. Asartment joyida, har doimgida. 12:30gacha. Bo'ldi. Saboyga bo'layotgan. Saboylar bor. Telefon nomerlar o'sha. O'sha. Gap yo'q. Charchamani, okay? Avval panaga o'tyapsizlar, yomg'irlarda. Qishdan. Ha. Sovuqda inson panaga bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Bo'ldi. Bilmaganlarga yetkazib qo'yamiz, okay? Bo'ldi. Charchamani. Bu soqollar ham ishlatgan, so'msalar. So'msa bo'layotgan ham. Bo'ldi. Azmoq shaydalar.